Acip cimcit o'ltiribsiz bu. Mijozınız yok mu? Yo'q. Kela qizim, o'ltir. Qo'llaringizni tutib qo'yaymi buva? Ma'qul. Bo'ldi qizim. Bo'lmasa birdan uxlayveling buva. İlkay anlığın yo'qmi? Anlig'im bor, biroq Amasi yaqin kelib o'ltir. Bugun Podichi bola degan hikoyani angla. Burunqi zamonda bir bola tog' bag'rida yolg'iz mol boqar ekan. Molni yayloqqa qo'yib berib, ba'zida uxlaydi ekan, ba'zida oli tog'il naqshtovlab ish pushig'ini chiqarar ekan. Yana ba'zida o'g'loqdek dekildab taqqa yomishib chiqib, gul terib o'ynaydi ekan. Bir kuni hamma qiliqlarini qilib bo'lib, yanala ish pushig'ini chiqaramabdi. Shuning bilan kishilar yenimga kelsa ekan degan o'y bilan mundaq qildi. Hey, böğür qani? o'tirib ketdi. Yürü ola, qo'g'laydi. Ko'rmadi. Acabmi oldi bo'ldimi? Bir necha kun o'tgandan keyin Podichi bola yana vaqirabdi. Böğür geldi. Hey, ağıyla, yürü ola. Bu kadar böğürünü kaçırıp koymaydı. Olmaydı, bu kadar pişkin nasıl kendin ola. Hey, böğür qani? Nadim böğür bo'lsin. Men sizlarga chaqchaq qilib shunday deb qo'ygandim. Mushtar turib odam avr qilamsan. Qamlashmaga bir nima kelsan. Nima ketayli? Yana bir muncha kunlar o'tib, bir kuni Podichi bola qarg'ayning soyasida salqindab o'ltirgan ekan. Rostilla bir bo'ri kelayotgandek. Bola qo'rqqanidan aran vaqir olibdi. Böğür geldi. Ay çok tatlı bana. Vay çok. Podichi bolaning bo'ri keldi deb vaqirg'inini kishilar aniq anglagan bo'lsa-mu, u yana bizni oldigan bo'ls kerak deb o'ylab, birasimi kammabdi. Beshora bola o'zining yolg'onchiligi tufayli o'z jiniga zomin bo'pti. Yolg'onchilik qilsa, shundoq bo'ladi, ha buva? Ha, odam rostchil bo'lsa, e'tibori bo'ladi, hurmati bo'ladi. Endi mening naqshamni anglang buva.